mustahkamlab holatda tekshirib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, navbatdagi manzilimiz hozir holatda Qo'qon Besharog'damiz. Navbatdagi trendda turgan o'sha Dubai formatda odamimizni so'roqlar tugatdik, joylariga ham zo'r tushdi, egalariga buyurtma. Doridan rasmiylarga keladigan bo'lsak, doridan rasmiylar keyin 3 xil bo'lgan bo'ladigan 3 xil rasmiylar tayyorlab berganmiz. Ishlatilgan materiallar ikkita stoykasi, 10 grum profil, 2,5 listinkasidan foydalanganmiz. Tagi обязательно har doimgidek o'sha rossiyskiy o'rlash uylaridan qo'yib berganmiz. Do'qima profillari 6 ga 7 stinkada holat kuydirilgan garajchi profillardan foydalanganmiz. Dislarimiz 2 deyda 2 qavatli holatda. Shunga qilingan ishlaringiz to'xtatib doridan umuman shunga umuman ideal holatda. Kamera chaqirganimizda biz nejliklarimiz har doim to'xtashdan foydalanadigan bu safargi doridan bizga boshqa ideya keldi. Qo'l nejliklardan foydalanib berganmiz. Men doridan o'zgacha bezagini o'zicha bilib berib turibdi. Eshiklarimiz unga shekilga kiradigan holatda bo'lgan, eshiklarimiz ochilib yopishlar o'ta yengil holatda. Umuman qiyinchiliksiz ochilib yopiladi. Kimga shunaqa darvozalar xizmatdan kerak bo'ladigan bo'lsa, dastlabki raqamdagi bemalol aloqaga chiqasiz.